Bugun Nodira opamning to'yi. U sevgan insoniga turmushga chiqyapti. Unga juda havasim kelardi. Iloho baxtli bo'lsin. Barcha qizlarga ham sevib, sevilib turmush qurish nasib etsin deb ichimda duo qildim. To'y ham Fotiha ziyofati kabi juda yaxshi o'tdi. To'ydan qaytganimizdan keyin negadir boshim qattiq og'rib, ko'nglim aynib, o'zimni juda yomon his qila boshladim. Qattiq charchaganimdan ko'zlarim yumilar, ammo og'riq uxlashimga yo'l qo'ymasdi. Oxiri chiday olmay oyimni uyg'otdim. "Oyijon, turing, chidolmayapman. Boshim bilan qornim juda qattiq og'riyapti", dedim og'riqdan ingrab. "Echkiday sakrab o'ynagan bo'lsang, kinna kiribdi-da", dedi oyim o'rnidan turarkan. "O'ynay olmasligim bilasiz-ku oyi, bir martagina kelinoyim bilan o'ynadim xolos", dedim yig'lab. Oyim jemfirning cho'ntagidan tanga chiqarib, boshim atrofida bir necha marta aylantirdi. Lablari nimalarnidir pichirlar, so'ng tangani tokchada yotgan gazeta ostiga qo'ydi. "Ertalab tangani olib, Sharafat xolaynikiga olib borish esingdan chiqmasin", dedi oyim. Keyin qo'limga qandaydir dori tutqazib, "Mana buni ichib ol", deb piyolaga suv quyib berdi. Dorini ichganimdan keyin qanday uxlab qolganimni o'zim ham sezmay qolibman. Ertasi kuni ertalab oyimning ovozidan uyg'onib ketdim. "Umida, qizim tur, yana maktabingga kech qolmagin. Oyim azam bo'lmayapti, bugun bormay qo'ya qolay, hali Sharafat xolanikiga borib kinna silatib kelishim ham kerak", dedim zo'rg'a ko'zimni ochib. "Ha mayli, biroz uxlab ol, keyin Sharafat xolaynikiga chiqarsan", deya oyim tashqariga chiqib ketdi. Birozdan keyin o'rnimdan turib uylarni yig'ishtira boshladim. Bir kuni uyni yig'ishtirmay qo'ysam ham dadamdan gap eshitishimni yaxshi bilardim. U kishi it ham yotadigan joyini dumi bilan tozalab keyin yotadi deb doim tanbeh berardilar. Tokchadan tangani olib qo'shnimiznikiga yo'l oldim. Esimni taniganimdan beri biror joyim og'rib qolsa, oyim meni doim Sharafat xolaning oldiga olib chiqardilar. Hatto quloqlarimni ham o'sha kishi teshgan ekan. Sharafat xola odatdagidek esnab, "Chiq nomard, bu bechoradan nima haqqing bor, chiqmasang qo'ymayman", deb pichoqchasi bilan og'rigan joyini silab qo'yardi. Oyimning aytishicha, shundan keyin odam ancha yengil tortarkan. Qo'shnimizning darvozasidan kirib borayotganimda ichkaridan kelayotgan qattiq qiychuvni eshitib, yuragim shuv etib ketdi. Qo'rqqanimdan ortimga qaytmoqchi bo'lib turgan edim, shu payt Sharafat xolaning ovozi eshitildi. "O, marhamatli qizi, nimaga keluvding? Biror ishing bormi?" dedi u qora ro'molni boshiga chambarchas o'rab olgancha, xo'mrayib menga qarab. "Assalomu alaykum xola, haligi oyim jo'natdilar, silab qo'yarkansiz", dedim zo'rg'a ovozimni chiqarib. "Ha, shunday degin, meni poylab kelibsanmi deb o'ylabman. Kel, mana bu yerga o'tir", dedi u devor tagida turgan katta toshni ko'rsatib. Sharafat xola cho'ntagidan kichik pichoqchasini olarkan, astoydil esnab qo'ydi. "Oy bu, kinna ham shuncha yomon kiradimi? Kechadan beri boshimga kirgan og'riq seni kinna ekan-da", dedi u. So'ng nimalarnidir pichirlab, ora-orada "Chiqay nomard" deb qo'yardi. Birozdan keyin "Bo'ldi, bor endi, birozdan so'ng chiqib ketadi", dedi yana esnab. Shu payt ichkaridan xolaning kelini Oysanam kelinoyi chiqib keldi. Ko'zlari qizargan, bir qo'lida qizi Shahodat, ikkinchi qo'lida esa kiyimlar solingan tugum bor edi. "Assalomu alaykum kelinoyi", deb o'rnimdan turdim. Oysanam kelinoyi alik olgandek boshini yengil qimirlatdi-da, indamay yonimizdan o'tib ketdi. "Ha, ketyapsanmi? Agar hozir shu darvozadan chiqsang, bilib qo'y, boshqa bu hovliga senga yo'l yo'q", deb uning ortidan baqirdi Sharafat xola. Oysanam kelinoyi esa qaynonasining gaplarini eshitmagandek orqasiga ham qaramay darvozadan chiqib ketdi. "Ketsang ketaver, faqat ro'dapaga o'xshab qaytib kelma. O'g'limning har bir tola sochiga bittadan qiz osilib turibdi. Qaysi birini so'rasam ham jon deb tegadi", dedi Sharafat xola g'azab bilan. Men qo'limdagi tangani unga uzatdim. "Shu kelin boshdanoq menga yoqmagandi. Inomjon akang shundan boshqasiga o'ylamayman", deb oyoq tirab oldi. Bir ishning epini qila olmaydi. Na ovqatni tuzuk pishiradi, na nonni. Nonni sopolday qilib yopadi. Shu kelinni ko'rsam jinim qo'ziydi", dedi Sharafat xola tangani qo'limdan olib cho'ntagiga solar ekan. Aslida esa Oysanam kelinoyi yomon ayol emasdi.
U har kuni ertalab soat 5 da turib hovlini supurar, 2 sigirni sog'ar, so'ng nonushta tayyorlash uchun oshxonaga kirardi. Ovqatni ham juda mazali pishirardi. Men tez-tez ularnikiga borib, Oysanam kelinoyi ishlarini qilgunicha uning qizi Shahodatga qarab o'tirardim. U esa mening oldimga o'zi pishirgan turli shirinliklardan olib kelar, ba'zan esa bir kosa ovqat suzib berib, mehribonlik qilardi. Sharafat xolanikidan chiqib uyga qaytayotganimda darvozadan chiqib kelayotgan tog'amning ikkinchi o'g'li Nizom akaga duch kelib qoldim. "Assalomu alaykum Nizom aka" dedim unga yo'l berar ekanman. "Va alaykum assalom Umida, yaxshimisan?" dedi u. Negadir Nizom aka menga har doimgidek emas, ancha xayolchan va kayfiyatsiz ko'rindi. "Yaxshiman, rahmat. Mazangiz yo'qmi Nizom aka?" deb so'radim uni birinchi marta shunday ahvolda ko'rib. "Kim aytdi mazam yo'q deb? Soppa sog'man, xavotir olma, hammasi joyida", dedi u, ammo ovozdagi tushkunlikni yashira olmadi. "Choy ichmaysizmi Nizom aka?" deb taklif qildim. "Shoshilib turibman, boshqa safar kelsam albatta ichaman", dedi-da yonimdan o'tib ketdi. Tavba, xuddi biror tashvishi bor odamdek gaplashgisi ham kelmadi-ya deb o'ylab uyga kirdim. Oyim kiyinib turgan ekan. "Keldingmi Umida? Men tog'aynikiga boryapman. Dadang ammaynikiga mashina gaplashib kelish uchun ketdilar. Po'latjon uyda bo'lsa meni olib boradi", dedi u. "Tinchlikmi oyi? Buvining mazalari bo'lmabdimi?" deb shoshib so'radim. "Xudoga shukr, buving soppa-sog', hech narsa bo'lgani yo'q." "Unda nega buncha shoshilyapsiz? Akam kelsalar o'zlari olib boradilar-ku." Oyim biroz sukut saqlab turdi-da, vazmin ovozda dedi: "Tog'ayning qizini yo'qlab kelish uchun birovni jo'natish kerak ekan. Yo'l uzoqligi uchun hech kim borishni xohlamayapti." Shu payt darvozadan dadam kirib keldi. "Onasi tayyormisan? Chiqaver, hozir Po'latjon kelib qoladi", deb oyimni chaqirdi. "Chiqyapman dadasi", dedi oyim. "Oyijon, men ham borsam maylimi?" dedim oyimning sumkasini qo'limga olar ekanman. "Sen u yerda nima qilasan? Undan ko'ra uylarni yig'ishtirib qo'y", dedi oyim. "Oyijon, iltimos, uyda bir o'zim zerikib ketaman. Qaytib kelsak hamma joyni yig'ishtirib supurib qo'yaman." Oyim biroz o'ylanib turdi-da, "Mayli, tezda kiyimingni almashtirib chiq. Po'lat akang kelguncha ulgursang borasan, ulgurmasang uyda qolasan", dedi. Men xonamga yugurib kirib, shoshgancha kiyimimni almashtirdim-da, darvoza tomon chopdim. Ko'chaga chiqqanimda oyim Po'lat akamning mashinasiga chiqayotgan ekan. Men ham darrov borib uning yoniga o'tirib oldim. Buvimning uyiga yetib kelganimizdan keyin oyim ikkovimiz mashinadan tushdik. "Rahmat Po'latjon, iloho baraka toping. Xotiningiz bilan qo'sha qaringlar. Alloh sizlarga solih va soliha farzandlar ato etsin. Amin", deb oyim Po'lat akamni chin dildan duo qildi. "Rahmat kelinoyi, biror joyga bormoqchi bo'lsangiz tortinmay aytavering, o'zim olib boraman", dedi Po'lat akam. Tavba, shunga shuncha duomi? Olib kelib qo'ysa nima qilibdi? Dadamning jiyani-ku, oyim ham kampirlardek duo qilishiga usta bo'lib ketibdilar, deb o'yladim-da, darvozadan ichkari kirdim. Endigina hovliga qadam qo'yganimda tog'amning dahshatli ovozi qulog'imga chalindi. "Padaringga ming la'nat sendaqa onani. Hammasiga sen aybdorsan. Qizing qayoqqa qochib ketishi mumkin?" Bu gaplarni eshitib yuragim shuv etib ketdi. Buvim ayvonda boshini egib indamay o'tirardi. Uning ko'zlarida qo'rquv va iztirob qotib qolgan edi. Ro'parasida esa tog'amning xotini hiqillab yig'lar, ko'z yoshlarini to'xtata olmasdi. Men esa bu yerda nima bo'layotganini mutlaqo tushunmay, hayrat va xavotir ichida oyimga qaradim. "Nima gap o'zi? Senlarning aqling kiradimi, yo'qmi? Qo'shnilar eshitsa nima deyishadi?" dedi oyim. U buvim bilan so'rashib olgach, tinmay xotinini so'kayotgan tog'amga qaradi. "Tinchlikmi o'zi? Kelin sho'rlikning dilini nega doimo ortasan? Qizining ketganiga hali ko'nikib ham ulgurmagan-ku, hech bo'lmasa tushuntirib gapirsalaring-chi, meni nimaga chaqirdilaring?" Tog'am boshini changallab og'ir xo'rsindi. "Opa, endi men qanday odam bo'ldim? Qanday bosh ko'tarib ko'chaga chiqaman? U qiz yo'q emish. Ernikidan qochib ketib qayergadir g'oyib bo'libdi", dedi u titroq ovozda. "Voy sho'rim, nega qocharkan? Qayoqqa ketibdi? Bu gapni kim aytdi sizlarga?" dedi oyim ularni savollarga ko'mib. "Ertalab yanga kelib shu gapni aytdi. Hammasiga mana bu aybdor. Qiziga tarbiya berganida bunday bo'lmasdi", dedi tog'am g'azabdan yuzi qizarib.
Asrorbek, o'zingni bos, bu sho'rlikda qiynab nima qilasan? Uni umuman aybi yo'q, dedi oyim. U aybdor bo'lmasa kim aybdor? Men ertalabdan kechgacha ishda bo'lsam, qiziga tarbiya bersa o'ladimi, deb tog'am baqirib yubordi. Dadasi, bu gap yolg'on. Nodira bunday qiz emas, dedi yangam ko'z yoshlarini yenglari bilan artarkan, tog'amga umidsiz qarab. Nima? Qanday yolg'on bo'ladi? Yana o'sha manjalaq qizing tomonini olyapsanmi? Shamol bo'lmasa daraxt shoxi qimirlamaydi, deb baqirdi tog'am. Shu zahoti uning qo'li ko'tarildi. Bir tarsaki ovozi butun hovlini titratgandek bo'ldi. Yangam yuzini ushlab bir zum karaxt bo'lib qoldi. Keyin ko'zlaridan yosh oqib, ho'ngrab yig'lab yubordi. Hovlida bir zumda qiy-chuv ko'tarildi. Buvim qo'rquv bilan o'rnidan qo'zg'aldi. Oyim esa tog'amga hayrat va ranjish bilan tikilib qoldi. "Hoy, bu nima qilganing? Nega urasan? Senga nima bo'ldi?" dedi oyim tog'am bilan xotinining o'rtasiga tushib. "Bas qil. Bu nima qilganing? Odamlar eshitib qolmasin. Bor ishingga bor", dedi buvim shoshib o'rnidan turib, o'g'lining tirsagidan tutarkan. Tog'am esa g'azabdan titrab, "Siz aybdorsiz. Hammasiga siz aybdorsiz. Doim ursam yugurib chiqasiz. Aralashmang desam ham aralashaverasiz. Jimgina joyingizda o'tirsangiz bo'lmaydimi? Menga desa hammangiz yo'q bo'lib ketsangiz ham mayli", dedi. Qo'lini siltab ichkariga kirib ketdi. Oyim biroz jim turdi. So'ng yangamning yoniga borib, "Kelin, bo'ldi, yig'lamang. Endi nima bo'lganini boshdan aytib beringchi", dedi. Yangam ko'z yoshlarini artib, ovozi titrab gap boshladi. Ertalab yanga kelgandi. Uning aytishicha, Nodira bokira emas ekan. U yangani bu yoqqa kelayotganini eshitib qolibdi. Otam eshitsa meni o'ldiradi deb qo'rqqanidan hovlidan chiqib qayoqqadir qochib ketibdi. Orqasidan chiqib rosa qidirishibdi, lekin topa olishmabdi. Yangam yana ko'z yoshlarini artib, "Yolg'on bo'lsa kerak. Qizimning bunday ish qilganiga hech ishongim kelmayapti", dedi. Men esa umrimda birinchi marta bu so'zni eshitayotgan edim. Hech narsani tushunmay oyimdan so'radim. "Oyi, bokira degan nima o'zi?" Shundagina oyim mening hali shu yerda turganimni eslagandek bo'ldi. Ko'zlarini katta ochib menga qaradi. "Sen kattalarning gapi orasida nima qilib turibsan? Bor ichkariga kir." Men hayron bo'lib, "Men biror yomon gap dedimmi?" dedim qoshlarimni chimirib. "Gap qaytarmay ichkariga kir." Oyimning nega jahli chiqqanini tushunmay, qovog'imni solgancha ichkariga kirib ketdim. Buvimning xonasida o'tirar ekanman, zerikkanimdan deraza oldiga borib tashqariga qaradim. Qani edi Nodira opam shu yerda bo'lsa-yu, yana avvalgidek gaplashib o'tirsak. Tog'am, "U qochib ketibdi", dedilarmi? Nega qochar ekan? Axir sevgan yigitiga tekkan qiz qochib ketadimi? Nodira opam ham, Mansur pochcham ham juda baxtli edilar-ku. Ularga ko'z tekkandir deb o'yladim. Nodira opamning o'rni bilinib, tog'amning katta hovlisi ham go'yo bo'shab, huvillab qolgandek edi. Ilgari uning kulishlari, ertaklari, gaplari bilan jonlangan bu uy endi juda sukutli tuyulardi. Tomosha qilib o'tiray desam, buvimning xonasida televizor ham yo'q. Buvimning o'rniga cho'zilib yotib, ko'zim endi ilingan ekan, tog'amning baland ovozidan cho'chib uyg'onib ketdim. O'rnimdan sakrab turdim-da, pardaning chetini sekingina surib tashqariga qaradim. "Uka, borib Nodirani topib uyga olib kelish kerak", dedi oyim. "Nima? Nimalar deyapsiz, opa? Hech kim hech qayerga bormaydi. Qani kelib ko'rsinchi. Agar shu ostonadan bir qadam ichkari kirsa oyog'ini sindiraman", dedi tog'am g'azab bilan. "Qizing ko'chada qolib, yomon yo'lga kirib ketsa nima qilasan?" dedi oyim. "Qayerga borsa boraversin. Ko'zimga ko'rinmasin haromdan tarqagan qiz", dedi tog'am g'azabdan yuzi qizarib. "Shaytonga hayber o'g'lim, qizing juda sodda, birortasi uni aldagan yoki majbur qilgan bo'lsa-chi", dedi buvim titroq ovozda. Aldanganmi, majburlanganmi, o'zi xohlaganmi, nima farqi bor? O'zini ehtiyot qilish kerak edi, bo'ldi, bas, boshqa hech narsani eshitishni xohlamayman", dedi tog'am. Shu so'zlarni aytgach, u g'azab bilan molxona tomon yurib ketdi. Kelinoyim yerga o'tirib olib yig'lar, unga qo'shilib buvim ham ko'z yosh to'kardi. "Nodon qiz, o'zingni ehtiyot qilsang bo'lmasmidi? Qaysi uying kuygur uni aldadi ekan? Agar shunday dardi bor ekan, erga tegib nima qilardi ahmoq?"
dedi oyim ham xafa ovozda. Biroz kutib turaylikchi, Zora Asrorbekning jahli pasayib qolsa. Kechqurun akam kelib meni oyim bilan uyimizga olib ketdi. Ammo o'sha kuni ham oradan bir hafta o'tsa ham tog'amning g'azabi bosilmadi. Oyimning aytishicha, tog'amni ham tushunish mumkin ekan. Chunki kuyov tomon bila turib buzilgan qizingizni o'g'limizga uzatmoqchi bo'lgan ekansizlar. To'yga qancha xarajat qilgan bo'lsak, hammasini qaytarib berasizlar deb talab qo'yishibdi. Tog'am sho'rlikda esa buncha pul qayerda bo'lsin? Axir shuncha katta oilani bitta o'zi boqib, kiydirib yurardi. Bir haftadan so'ng tog'amnikiga kuyovning akasi bilan opasi kelishibdi. O'sha kuni tog'am ishga ketgan. Uyda faqat buvim bilan kelinoyim bor ekan. Ular qattiq ohangda qizingizni olib kelmasangizlar, uni erga uzatamiz. U sizlarga kerak bo'lmasa, bizga ham kerakli joyi yo'q deb aytishibdi. Kelinoyim yig'lab ulardan shoshmasliklarini so'rabdi. Hali Nodiraning dadasi ishdan kelsinlar, o'zlari borib qizini olib kelishadi deb yalinib yolvoribdi. Kechqurun tog'am ishdan qaytgach, kelinoyim bo'lib o'tgan voqeani eriga aytib, Nodirani olib kelishini so'rabdi. Ammo tog'am uning gaplariga quloq solmay, yana g'azab bilan baqiribdi. Sen ham uni sog'ingan bo'lsang, bor o'sha qizingni oldiga yo'qol. Bir to'la ikkovingdan ham qutulaman. Mening boshqa unday qizim yo'q.